Rossiyani mashinasi o'rtoqlar, Gazel. Bu esa Yevropani mashinasi. Ford Germaniyada ishlab chiqariladi. Tashqi ko'rinishidan bilsalaringiz bo'ladi, Yevropa mashinani inson uchun ishlab chiqaradi. Ya'ni bu yerda haydovchi dam olishi uchun tepasida dop opsiya qo'yilgan. Lijanka. Gazel esa mana bu dastlabki ishlab chiqarilgan varianti mana. Bu keyingi modellar, hozirda chiqayotgan modellar. Deyarli o'zgarish yo'q. Shunaqa. Ruslar Jigulini ham, boshqa modellarni ham deyarli o'zgartirishmayapti. Misol uchun 3 ta mashinani men sizga sanab bera olaman. Rossiya ishlab chiqarayotgan. Birinchisi mana shu Gazel, ikkinchisi Niva, uchinchisi UAZ. Bu 3 ta mashina hech qanaqasiga o'zgarmayapti. Arzimagan nomiga qulayliklar qo'shilyapti xolos. Yevropada esa mana ko'rib turibsiz, Ford Transit mashinasi dizelda harakatlanadigan 2012-yil 447 ming yurgan mashina sotuvda. Telefon raqamlari Bartovoy tentovka ekan, orqasi qo'sh balon emas, yakka balonligi ekan. Bemalol muloqot qilsalaringiz bo'ladi. Xullas, Yevropa juda ham takomillashtirib texnika ishlab chiqaradi. Orqa resor 2 taliga ekan.